Sho'jaga yaxshimisiz? Siz rahmat. Uydami? Siz fohisha challenge e'lon qilasiz. Challenge turida bu fohisha qorin sohasida teri osti yumshoq to'qimalar Nozman Med ekspertiza xulosalari chiqqanidan so'ng bu yog'larda nima gaplar bo'lyapti? Aziz kanalimiz hurmatli kuzatuvchilari, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, mana shu videoga maksimal like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Nozim haqida yangi ma'lumotlarni sizga yetkazib turamiz va befarq bo'lmang. Albatta kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring va videoni oxirigacha ko'ring va fikringizni izohda qoldiring. Bu yerda kim haq, kim nohaq, uni tana a'zolari kimga kerak bo'lganini bilib olasiz. Mana shu video ostida barchangizni kutaman. qorin sohasida teri osti yumshoq to'qimalar va mushaklarida alohida shikastlanishlar ko'rilmadi degan, ya'ni ko'krakni o'zini nazarda tutib aytyapti, lekin hozir bu narsaga to'xtalib o'tib ketamiz. Lekin degan joyi bor. Lekin chap ikkinchi va uchinchi qo'rg'alarning old qismida sinish kuzatildi. Bir emas, ikkita qo'rg'a singanligini tan olib o'ziga aytishyapti. Chunki bu narsa albatta nimada chiqadi. Eksgumatsiya qilinganda albatta bu narsa chiqadi. Chunki agarda bular bu narsani yozmaganida, chunki xalqaro bo'lyapti. Bu Koreya uchun juda ham katta minus. O'zi aslida bularni chiqarayotgan narsasi ham minus. Lekin xavotir olmang, bu yerda qizingiz o'zini o'zi osdi degan narsa umuman yo'q. Xo'p, ikki qo'l va o'ng oyoqda ko'karishlar, ikki qo'l va o'ng oyoqda ko'p sonli mayda teri shilinishlari, tirnalgan yaralar, ko'ryapsizlar, eshityapsizlar, tirnalgan yaralar va ishqalanishga o'xshash jarohatlar ko'rilgan. Bu jarohat